Tanigandek bo'lib turmani eslolmayapman. Nega eslamaysan? Axir sen har kuni shamol orqali menga salom yo'llaysan-ku. Ya Rasululloh dedim. Ya Rasululloh, sizmisiz dedim. Xolasanmi yonimda dedilar. Xohlasang buzog'ingni so'yishadi. Rozi bo'ldim. Ota-onangni sog'inmaysanmi dedilar. Ota-onam sizga fido bo'lsin. Sizni onamdan ham ko'proq yaxshi ko'raman, otamdan ham ko'proq yaxshi ko'raman. Zerikib qolmaysanmi dedilar. Sizni yoningizda zerikmayman ya Rasululloh dedim. İstasang hali ham pastga tushasan. Ya Rasululloh, buzog'imni so'ysinlar. Men siz bilan qolaman dedim. Rasululloh aytdilarki, xo'p, unda buzog'ini so'yinglar. Buzog'im o'ldi. Men payg'ambarimni mahkam quchoqlab oldim. Shundan keyin payg'ambarimiz menga, qani endi biroz pastga tush. Bugun peshin namoziga azon aytilgandan keyin seni olib ketgani boramiz, Hasan. Shu yerda yonimda qolasan. Menga qo'shni bo'lasan. Mendan hech qachon ayrilmaysan. Sen bilan birga yashaymiz, rozimisan? Keyin haligi malaklar meni yana pastga olib tushib qo'yishdi. Ichkariga kirdik. Yotog'imga yotqizdilar. Mana tong otdi ota. Bugun peshinda payg'ambarimiz meni olib ketgani keladilar. Birga ketamiz ota. Bundan buyon men u zot bilan birga yashayman. So'z topolmadim. Omon bo'l o'g'lim dedim. Holatni tushundik. Bola bugun peshinda ketadi. Buni angladik. Lekin tush ko'ryaptimi, voqelikmi, buni anglay olmadik. Ammo nima bo'lganda ham Hasan buni ko'rdi. Buni tush emas dedi. Mahzun bo'ldik, yig'ladik. Bolani o'lim vaqti yetib kelib qoldi. Peshin namoziga azon aytilganda o'z ishim bilan mashg'ul edim. Onasi telefon qildi. Dadasi, Hasan og'irlashdi. Payg'ambarimiz keladi, meni olib ketadi. Meni bir oz to'g'rilang. Oyoq orqamni yostiqqa suyab qo'ying. Payg'ambarimiz to'g'ri qibla tarafdan keladi. Yotog'imni qiblaga to'g'rilab qo'ying. Oyoqlarda tura olmayman, lekin juda bo'lmasa yotgan holatda bo'lmayin deyapti. Sizni chaqiryapti dadasi. Yugurib bordim. Hasanni quchoqladim. Ota, nega xafa bo'lasiz? Men payg'ambarimizni oldiga ketyapman, axir shunga ham xafa bo'lasizmi? Siz nima deb o'ylayapsiz? Hammaga xabar berildi. Qarindoshlar to'plandilar, 30-40 kishi keldi. Payg'ambarimiz keladigan vaqt bo'ldi deydi Hasan. Qibla tarafdan keladi deydi yana. Meni olib ketadi. Atrofda yig'ilgan qiz va o'g'illarga xitoban, bir-biringizni xafa qilmanglar, ko'nglingizni sindirmanglar, Allohni payg'ambarini sevinglar, namozga hushyor bo'linglar, musulmon bo'ling, dinga xizmat qiling, Allohni seving, bir-biringizga hurmat qiling, jo'mard bo'ling, uyingizda taom yediring, sadaqani ko'paytiring, ko'p zakot bering, faqirlarning yonida bo'ling degan gaplarni ko'p takrorlardi. Bir masjid domlasidek nasihat qilardi. Hasan biroz to'xtar, birozdan keyin yana shu nasihatlarni davom ettirardi. Bir payt, ota, qarang, payg'ambarimiz kelyaptilar. Oppoq otga minib olganlar. Yonlarida Hazrati Abu Bakr, Hazrati Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Ali, Hazrati Hamza, orqalaridan sahobalar kelishyapti. 20 kishi, hammalari oq otda ko'ryapman. Ota, ko'ryapman. Alhamdulillah, men bugun Rasululloh bilan qovushaman. Biz qibla tarafga qaradik. Hech narsa ko'rmadik. Hasan ko'rayotgandi, biz ko'rmadik. U hayajonda edi. Yuzi birdan jonlanib ketdi. Harakatga tushdi. Holbuki oyog'ini ham, qo'llarini ham ko'tara olmas edi. Birdan jonlanish paydo bo'ldi. Hayajon bilan Rasululloh kelyaptilar. Meni olib ketgani kelyaptilar. Ana ko'prikdan o'tdilar, yaqinlashdilar dedi. Biz devorga qaradik, hech narsa ko'rmayapmiz. Yaqinlashdilar. Mana uyga kirdilar, ota dedi. Shu payt qandaydir uy bir chayqalib ketdi.